Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Shahraxon Xoldovonbey bozoridamiz. Hafta kuniga seshanba 27-yanvar. Hozir Dakan bozoriga kiryapmiz. Dakan bozorini narxlari haqida bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Videolarimiz yoqsa, yaqinlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Rahmat. Qani videoni boshlaylik. 5 kilo 200 400 Kampa. 5 kilo bittasi qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 1,5 million. Necha oylik bu? Aprelda chiqqan. Aprel. Bu qancha aka? Bu ham shaka 1,5 million. Yaqinlashtirib. Telefon nomer beraveramizmi aka? Beraveramiz. Nechilik? 77. 77lik 042 042 1055. 1055 aka. 100% garanti urishiga. Garanti beryapti. Bog'lar ham yuzat qo'ymaydi. Qirg'izda o'ynagan. Otasi Qirg'izda o'ynagan o'ralib bolasi. 5 kilo 200 kilo. Qirg'izda o'ynagan otasi. Otasi Qirg'izda o'ynab ekan. Qirg'izda o'ynab. Tug'i bor. Otasini yutug'i bor ekan. Endi mencha farqi bormi aka bilan mana o'zlari tushuntiryapti. O'raz bozorda edim. Zo'r. O'raz bozor. Rahmat aka. Bemalol. Bor, telefon qilishadi. Bor. Qancha ekan bu aka? Qancha? 700 ming so'm. Yoshi qanaqa buni? Aprel. 4 kilo ves. Yaxshi, yana bormi bundan? Telefon nomer beramizmi yo? Shartmi? 88 lik 747 0517. Ismingiz nima? Hilol aka. Aloqaga chiqaverasizlar qiziqqanlarimiz. Rahmat. Qancha ekan bu aka? Sizdan $100 deyapmiz. $100. Yosh qanaqa ekan? 1,5 yosh. 1,5 yosh. Bu göllarga tushib qo'ysin. Telefon nomer beraveramizmi aka? Yo'q. Qo'yib shekilli. Qani. Yo'q. Yo'zalay. Rahmat aka. Mana solishib shekilli. Kimdan ekan aka? Sizga ham sotiladimi? Hozirda 150 beraylik aka. Qancha ekan aka bular? Qancha deyapsiz aka? 800 dan. Yosh qanaqa aka? Mayda oxiri. Ama öldürüyorken narsalar bu. Ota qattiq narsa. Ben qo'shnim bu. Nechi pul berib buni? 800 dan deyapti. Bermadim deganlar. 400 dan savdo bo'lyapti. Qaysi birini? Har xil aka. Balatini aytayman. Nima qilaman men? Qancha ekan bular? Qo'shib so'rayman. 1 million. 150 ming beryapti aka. Yosh qanaqa bo'ladi aka? 1 yashar bo'lib qolyapti. 1 yashar. 2 oydan keyin. Telefon nomer beraveramizmi aka? Ha? Telefon nomer beraveramizmi? Beraveramiz. Nechilik aka? 93lik 93lik 439 439 0566. 0566. Ismingiz nima? Rahimjon. Rahimjon tog'a. Sizda doim bo'ladi? Bo'ladi doim. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Rahmat. Bu qancha ekan aka? 1,5 million so'm. Yoshchi? O'sha burklar. 1 yashardan o'tgan ekan. Tog'a? Berori. Qancha? 750. 700 ming so'm. Yo'q, rahmat.
Video Telegram'ga ham aka. YouTube'ga aka. Qancha ekan bu? 600 ming. 600 ming so'm. Yoshchi aka? 3 yashar ekan. Ko'paytirgan ekanda bu nasl olgan. Qanaqa o'yin yaxshimi? Yo'q, o'ldiradi. O'ldiradigandan ekan. Qancha? O'ladiganmi? Ha. Beraveradi. Qancha aytavering-chi, mancha desangiz. 500 ming beraveradi. 500 ming so'm. Makonlarchi? Qancha aka maka? 250-300 ming. 250-300. Yaxshi. Telefon nomer beramizmi? Telefon nomer beramizmi? Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin. Yo'q, qora pulda beriki. Bering aka. 800 savdo qilyapti. Olami o'g'li bo'ladi. Olami o'g'li. To'g'ri kelsin. Barakasi bersin. Biroz go'zal ekan, aka. Qancha bu aka? Qancha? 1 million so'm ekan. Yoshi qanaqa ekan? Yoshiga yetdimi? Butunlay bo'libdimi? Zo'r. O'yinichi, o'yini qanaqa, yaxshimi? O'yinlari yaxshi. Qancha savdo bo'ldi? 500 ming qilishyapti. O'ta chiroyli ekan xo'rozlar. Bu qancha ekan aka? Oldi aka. Ha, oldingizmi? Qanchaga oldingiz? 120 ming. Zo'r. Go'zal ekan, xo'rozni go'zal. Qancha ekan bu? Kimdan aka? Sizlardan? 1,5 million. Yoshchi? Kechki. Kechkimi? Esdan ham chiqib qoladi. O'ta go'zal ekan xo'roz. Yozgimi? Qani? O, bu ham bo'lash ekan, rangi ham. Egasini olmagan anaqa qo'yishingiz. Instagramga Qancha ekan? Ha, ha, YouTube'ga qo'yaman ekan. Zo'r narsa ekan. Qancha bunisi? 1 million. 1 million so'm. Go'zal. Savdo qancha bo'ldi sira olmasa? Savdo. Bunga 600 berishyapti, bunga 900 berishyapti. 600, 900. Lekin juda chiroyli narsalar ekan. Telefon nomerini bermaysizmi? 90. 90 202 202 71 41. 71 41. Ismingiz nima ekan? Hamidullo. Hamidullo aka. Bog'lanaverasizlar, ishqibozlar. Rahmat aka. Bu qancha ekan aka? Qancha deyapsiz buni? 1 million so'm. Bo'cha ekan? Olaveraymi? Qancha bu? 500. Qancha ekan aka xo'roz? 400 ming deyapti. 400 ming so'm. Makonlarchi aka? 500 ming deyapti. 500 ming so'm. Bular qanchadan? 500 ming so'mdan aka. 500. Bunda ikkitasi aka toza narsalar. Tug'ishni boshlabdi o'zi. Koreyskiy makan. Qanchalar chiqadi aka? Koreyskiy. Borgandagi telefon. Atrofimizda. Ha, O'yinga bitta tayyor bor edi. tuxumlari yo'qmi sizda sotiladi? Pulamiz bor aka. Bormi? Bor. Telefon nomer qo'yib beramizmi? Qo'yib beramiz aka. Nechilik? 93 lik. 93lik 29 229 94. 3094. Ismingiz nima? Hikmatulloga aloqaga chiqaverasizlar. Eshik qayda o'zi? Eshik quvada. Quvada ekan eshik. Instagramda akkauntlar bordir. Ha, bor. To'g'rimi? Atrofimizda deb chiqadi. Bu ham atrofimizda. Ha. Kirib ko'raverasizmi? Rahmat. Oxirida 100 xalos
Qancha ekan aka bu? 400 ming so'm. Bunisi 200 ming so'm. Zo'r. Xo'rozchi? Xo'roz ham tikka ekan. Zo'r. Rahmat. Qancha ekan xo'roz? 1,5 million aka. 1,5 million so'm. Yosh qanaqa? Mayda chiqqan, chaqirmagan. Kilosichi? Kilosi 4 kilo bor, oshib. 4 kilo 100 bor. Zo'r. Bular ham sizdanmi? Makiyonni go'zali bor ekan mana. Makiyon kimdan ekan? Sotildi. Sotildi qanchaga ekan? 650 ming. Go'zal ekan makiyonni. Akalar, mana Dakan bozoridagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Rahmat hammaga.